Aziz yurtdoshlar, 1 avgustdan boshlab O'zbekistonda bir qator o'zgarishlar kuchga kiradi va bu o'zgarishlar faqat tadbirkorlar yoki davlat idoralariga emas, oddiy fuqarolarga ham bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga eng muhim jihatlarni sodda tilda tushuntirib beraman. Kimlar tayyor turishi kerak, kimlarga bu o'zgarishlar foyda beradi, kimlar esa hujjat to'lov, jarima yoki ariza masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki ko'pchilik aynan shunday paytda men bilmagandim deb qoladi. Lekin qonun va tartiblar kuchga kirgandan keyin bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa oilasida talaba, nafaqaxo'r, haydovchi, tadbirkor, ijarada yashovchi yoki davlat xizmatlaridan foydalanadigan insonlar bo'lsa. Bu mavzu ularga ham kerak bo'ladi. Avval oddiy qilib tushuntiraman. 1 avgustdan keyin ayrim to'lovlar, ariza topshirish tartiblari, ijtimoiy yordam, soliq va jarima masalalari, kommunal xizmatlar, ta'lim va mehnat munosabatlarida yangilangan tartiblar ishlay boshlashi mumkin. Bunday o'zgarishlar har yili bo'ladi, lekin odamlar ko'pincha ularni kech eshitadi. Muammo shundaki, rasmiy qaror chiqadi, idoralar yangi tartibga o'tadi. Lekin oddiy fuqaro hali eski odat bilan yuradi. Masalan, oldin biror xizmat uchun mahallaga yoki tuman idorasiga borib, qog'oz hujjat topshirish talab qilingan bo'lsa, hozir ko'p jarayonlar elektron shaklga o'tyapti. Oldin ariza yozib, navbat kutib bir necha kun yurilgan bo'lsa, endi ayrim xizmatlarni MyDocument.uz orqali olish mumkin. Lekin bu yerda ham muammo bor. Hamma ham elektron imzo, One ID, telefon raqamiga bog'langan akkaunt. Plastik karta yoki kerakli hujjat skanerini tayyorlab qo'ymagan bo'ladi. Natijada odam xizmatdan foydalanmoqchi bo'ladi, lekin tizimga kira olmaydi yoki hujjat yetishmaydi. Yana bir muhim masala. Avgustdan boshlab ayrim toifalar uchun imtiyozlar, subsidiyalar, nafaqalar yoki kompensatsiyalar bo'yicha talablar aniqlashtirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Oldin mahalladan so'rab ko'raman deb yurgan odam endi aniq mezonlarga javob berish kerak bo'ladi. Oilaning daromadi, uy-joy holati, ish bilan bandlik, farzandlar soni, nogironlik holati, kredit majburiyatlari, ro'yxatdan o'tgan manzil kabi ma'lumotlar avtomatik tekshirilishi mumkin. Demak, asosiy o'zgarish faqat raqamlar yoki to'lovlarda emas. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari tobora ko'proq ma'lumotlar bazasi orqali ishlayapti. Kimning hujjati tartibli, kimning qarzi yo'q, kimning telefon raqami va bank kartasi to'g'rilangan, kim o'z vaqtida ariza topshirgan bo'lsa, o'sha odam yutadi. Kim keyin qilaman deb yuraversa, navbat rad javobi yoki qo'shimcha xarajatga duch kelishi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda talabalar va abituriyentlar. Avgust atrofida ko'plab oilalarda eng katta mavzu o'qishga kirish, kontrakt, yotoqxona, imtiyozli kredit, grant, test natijasi va hujjat topshirish bo'ladi. Agar oilangizda talaba bo'lsa, uning pasporti yoki ID kartasi, diplom yoki shahodatnomasi, telefon raqami, bank kartasi, One ID akkaunti va elektron pochta manzili tayyor bo'lishi kerak. Masalan, bir yigit kontrakt asosida o'qishga kirdi deylik. Kontrakt summasi 12 million so'm bo'lsa, oilasi uni birdaniga to'lay olmasligi mumkin. Shunda ta'lim krediti, bo'lib to'lash, stipendiya, yotoqxona yoki ijtimoiy yordam kabi imkoniyatlar ko'rib chiqiladi. Lekin bank yoki oliygoh hujjat so'raganda, talaba mening raqamim otamning nomida edi, kartam ishlamayapti, pasportim muddati tugab qolibdi desa, vaqt yo'qotadi. Vaqt yo'qotsa, kontrakt muddati, yotoqxona navbati yoki kredit arizasi kechikadi. Ikkinchi toifa, tadbirkorlar va o'zi band qilgan fuqarolar. 1 avgustdan keyin hisob-kitob, chek berish, onlayn kassa, soliq hisobotlari, ijara shartnomasi, xodimlarni rasmiylashtirish masalasida e'tibor kuchayishi mumkin. Men tadbirkorlarga doim aytaman, pul topishning o'zi yetmaydi. Pulning hujjati ham to'g'ri bo'lishi kerak. Siz kichik do'kon yurtasizmi? Sartaroshxonangiz bormi? Taksi qilasizmi? Uyda takuvchilik bilan shug'ullanasizmi? Barchasida rasmiylik darajasi oshib bormoqda. Oddiy misol, bir ayol uyida tort pishirib sotadi. Oyiga 4 million so'm atrofi daromad qiladi. Avval faqat tanishlar orqali ishlagan, pulni naqd olgan. Lekin keyin buyurtmalar ko'payadi. Bank kartasiga pul tushadi, reklama qiladi, yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Shunday vaziyatda o'zi band qilish, tushumlarni tartibli yuritish va mijoz bilan yozishmalarni saqlash foydali bo'ladi. Chunki ertaga soliq yoki boshqa organ savol bersa, men shunchaki uyda qilardim degan javob har doim ham yetarli bo'lmaydi.
Uchinchi toifa haydovchilar. Yo'l harakati qoidalari, jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, avtomobil hujjatlari. Gaz ballon ruxsatnoma yoki taksi faoliyatiga oid talablar bo'yicha yangiliklarni kuzatish kerak. Haydovchilar uchun eng katta xato kecha shunday edi, bugun ham shunday bo'ladi deb o'ylash. Masalan, jarimani vaqtida to'lasangiz chegirma bo'lishi mumkin, lekin muddat o'tib ketsa, summa ko'payadi yoki majburiy ijroga tushadi. 300 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa, keyin boshqa xarajatlar bilan yanada og'irlashadi. 4-toifa. Ijtimoiy yordam oluvchilar. Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, ko'p farzandli oilalar, yolg'iz onalar va nafaqaxo'rlar har qanday o'zgarishda birinchi bo'lib hujjatlarini tekshirish kerak. Sababiy yordamlar ko'pincha aniq ma'lumotlarga bog'liq. Agar oilada kimdir rasmiy ishga kirgan bo'lsa, daromad o'zgargan bo'lsa, uy-joy yoki avtomobil ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu yordam miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bir oilani tasavvur qiling. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda, 3 farzand bor. Mahalladan yordam olishmoqchi. Lekin otaning nomida eski avtomobil bor, aslida u yurgizilmaydi. Yoki katta farzand rasmiy ishga kirgan, lekin maoshi juda kam. Tizim esa buni daromad sifatida ko'radi. Shu sababli oilaning real ahvoli bilan tizimdagi ma'lumot bir-biriga mos kelishi kerak. Kerak bo'lsa, hujjat bilan izoh berish, ariza yozish, mahalladagi mas'ulga holatni tushuntirish lozim. 5-toifa ijarada yashovchilar va uyini ijaraga beruvchilar. Uy-joy ijarasi masalasida shartnoma juda muhim. Ko'p odam og'zaki kelishdik bo'ldi deb yuradi. Lekin nizo chiqsa, masalan, uy egasi narxini birdan oshirsa, ijarachi vaqtida pul to'lamasa, kommunal qarz qolsa yoki uyga zarar yetkazilsa, og'zaki kelishuvni isbotlash qiyin. Ijara shartnomasi elektron yoki yozma shaklda bo'lsa, har ikki tomon ham himoyalanadi. Masalan, talaba Toshkentga kelib, 3 kishi bo'lib kvartira ijaraga oldi. Oyiga 3 million so'm to'lashadi. Agar shartnomada kim to'laydi? Kommunal xizmatlar kimning zimmasida? Depozit qaytariladimi? Uyda nimalar borligi yozilmasa, keyin janjal chiqishi aniq. 1 avgustdan keyin talabalar ko'chishi, yotoqxona yetishmasligi, ijara bozori faollashishi mumkin. Shuning uchun hozirdan shartnomani tartibga solish kerak. 6-toifa ishchilar va ish beruvchilar. Mehnat munosabatlarida eng muhim masala rasmiy shartnoma. Ko'pchilik ustam bilan kelishib ishlayapman, do'konda sotuvchi bo'lib turibman, oylikni qo'lda olaman deydi. Lekin kasal bo'lsa, ish haqi kechiksa, ishdan bo'shatilsa yoki baxtsiz hodisa yuz bersa, huquqini himoya qilish qiyinlashadi. Rasmiy shartnoma bo'lsa, ish staj yuradi, pensiya uchun badallar hisobga olinadi, mehnat ta'tili va boshqa huquqlar paydo bo'ladi. Bu yerda kim xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari joyida bo'lgan, arizalarni vaqtida topshiradigan, qarz va majburiyatlarni tekshirib turadigan, elektron xizmatlardan foydalanishni biladigan odamlar uchun bu o'zgarishlar qo'rqinchli emas. Aksincha, ularga qulaylik bo'lishi mumkin. Masalan, ilgari bitta ma'lumotnoma uchun tumanga borib kelgan bo'lsangiz, endi uni telefon orqali olasiz. Ilgari navbat kutgan bo'lsangiz, endi oldindan ro'yxatdan o'tasiz. Ilgari kimdandir so'rab yurgan bo'lsangiz, endi rasmiy portalda ko'rasiz. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Har bir yangilik hamma hududda bir vaqtda bir xil ishlamasligi mumkin. Qonun kuchga kiradi, lekin amaliyotda tizimlar, xodimlar, bazalar, banklar yoki mahalliy idoralar moslashi uchun vaqt kerak bo'ladi. Shu sababli bir tumanda ariza tez ko'riladi. Boshqasida esa qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Lekin bu sizni sustlashtirmasligi kerak. Aksincha, biror idora hali bizda ishlamayapti desa, siz rasmiy asos so'rashingiz kerak. Qaror raqami, tartib, ariza qabul qilish muddati, rad etish sababi yozma shaklda berilishini so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Chunki bugun sizga bo'lmaydi deyishadi, ertaga boshqa xodim bo'ladi. Lekin muddat o'tibdi deyishi mumkin. Yozma javob sizni himoya qiladi. Ikkinchi nozik masala muddatlar. O'zbekistonda ko'p muammolar mazmuni sababli emas, muddat o'tib ketgani sababli yuzaga keladi. Jarima to'lash muddati, ariza berish muddati, imtiyozdan foydalanish muddati, kontrakt to'lash muddati, subsidiya uchun murojaat muddati, hujjat yangilash muddati. Agar siz bir kun kechiksangiz ham, tizim sizni qabul qilmasligi mumkin. Masalan, bir fuqaro subsidiya olish uchun ariza bermoqchi. Unga pasport, nikoh guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, uy-joy holati haqida hujjatlar kerak. U 2 hafta hujjat yig'adi, lekin oxirgi kuni portal ishlamay qoladi yoki internet bo'lmaydi. Natijada ariza topshirilmaydi.
Shuning uchun men har doim aytaman. Hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. Eng kamida 5 kun zaxira vaqt qoldiring. 3-chi nozik masala qarzdorlik. Sistem kommunal xizmat, aliment, kredit, soliq. Jarima yoki majburiy ijro bo'yicha qarzdor bo'lsangiz, ayrim xizmatlarda muammo chiqishi mumkin. Hamma xizmat ham qarz sababli to'xtab qoladi demayman, lekin qarz borligi ko'p joyda ko'rinadi. Bank kredit bermasligi mumkin, subsidiya rad etilishi mumkin. Avtomobil yoki mulk bilan bog'liq amaliyotda to'siq chiqishi mumkin. Oddiy misol. Odam telefoniga kelgan jarima xabarini o'qimaydi. 200 ming so'm jarima vaqtida to'lanmaydi. Keyin u avtomobilni sotmoqchi bo'ladi yoki boshqa hujjat ishini qilmoqchi bo'ladi. Qarzdorlik chiqadi. Jarima ustiga ijro xarajatlari qo'shiladi. Aslida muammo 5 daqiqada hal bo'lishi mumkin edi. Lekin e'tiborsizlik sababli ortiqcha vaqt va pul ketadi. 4-chi nozik masala nomingizdagi mol-mulk. Ko'pchilik o'z nomiga avtomobil, uy, yer, karta yoki biznes rasmiylashtirib qo'yadi, lekin undan aslida boshqa odam foydalanadi. Bu juda xavfli odat. Chunki tizim hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha odamning egasi deb biladi. Agar ukangiz avtomobilni minib yurib jarima qilsa, jarima sizga kelishi mumkin. Agar qarindoshingiz sizning nomingizdagi kartadan katta pul aylantirsa, savol sizga berilishi mumkin. Agar uy sizning nomingizda bo'lsa, ijtimoiy yordamda bu sizning mulkingiz sifatida ko'rinadi. 5-chi nozik masala. Telefon raqami va SMS tasdiqlar. Hozir ko'p xizmatlarda telefon raqami shaxsni tasdiqlash vositasiga aylangan. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, eski raqam o'chib ketgan bo'lsa, SMS boshqa odamga ketsa, siz portaldan foydalana olmaysiz. Ayniqsa keksalar, talabalar va chet elda ishlayotgan fuqarolarda bu muammo ko'p uchraydi. Shuning uchun raqamingiz kimning nomida ekanini tekshiring. Kerak bo'lsa, mobil operator ofisiga borib rasmiylashtiring. 6-chi nozik masala firibgarlik. Har safar yangi tartiblar, to'lovlar yoki imtiyozlar haqida gap chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Men sizga subsidiya chiqarib beraman, jarimangizni o'chirib beraman. Kontraktni kamaytirib beraman. Navbatsiz hujjat qilib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami va parolini aytmang. Shaxsiy hujjatlaringiz rasmini begona odamga yubormang. Agar kimdir sizdan xizmat uchun pul so'rasa, avvalo o'sha xizmatning rasmiy narxini tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, My.gov.uz, soliq qo'mitasi, bank yoki tegishli vazirlikning rasmiy kanallari orqali aniqlang. Telegramdagi noma'lum kanal yoki tanishim bor degan gap huquqiy kafolat bermaydi. Endi siz nima qilishingiz kerakligini aniq bosqichlarda aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, yashash manzili, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil texnik pasporti, diplom, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. Agar hujjatda xato bo'lsa, ism familiyada harf farqi bo'lsa, eski manzil turgan bo'lsa, buni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, elektron xizmatlarga kirishni tayyorlang. Ayda akkauntingiz ishlaydimi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Bank kartangiz faolmi? SMS keladimi? Elektron pochta ochiladimi? My.gov.uz profilida ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Shularni tekshiring. Katta yoshdagi ota-onangiz bo'lsa, ularga ham yordam bering. Chunki ko'pincha nafaqa yordam, kommunal masala yoki tibbiy xizmatlarda elektron tasdiq kerak bo'ladi. 3-qadam. Qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliqlar, kommunal to'lovlar, kreditlar, aliment, majburiy ijro bo'yicha qarzlar bor yo'qligini aniqlang. Buni bank ilovalari, soliq ilovasi, My.gov.uz yoki tegishli idoralar orqali tekshirsa bo'ladi. Agar qarz chiqsa, darhol vahima qilmang. Avval qarz nimadan kelib chiqqanini biling, hujjatini so'rang. Noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz yozing. To'g'ri bo'lsa, imkon qadar muddatida yoping. 4-qadam, farzandingiz talaba yoki abituriyent bo'lsa, alohida papka tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, attestat yoki diplom, test natijalari, imtiyozga asos bo'luvchi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, uning nusxasi, ota-onaning daromad ma'lumotlari, bank rekvizitlari, telefon raqamlari, elektron pochta manzili bo'lsin. Kontrakt. Kredit yoki yotoqxona masalasida hujjat izlab vaqt yo'qotmaysiz. 5-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisob kitobingizni tartibga keltiring. Daromad va xarajatni yozib boring. Chek berish talablarini tekshiring. Ijara shartnomangiz bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Xodim ishlatsa, mehnat shartnomasini tuzing. Kichkina ish hech kim e'tibor bermaydi degan fikr eskirdi. Hozir kichik biznes ham bank aylanishi, reklama, yetkazib berish.
karta tushumlari orqali ko'rinib turadi. 6-qadam, ijarada yashasangiz yoki uy bersangiz shartnoma qiling. Shartnomada ijara summa to'liqini kommunal xizmatlar kim tomonidan to'lanishi, depozit bo'lsa qaytarish sharti. Uy jihozlari ro'yxati muddatidan oldin chiqish tartibi yozilsin. Bu hujjat ikki tomonni ham himoya qiladi. Talabalar, yosh oilalar va Toshkentga ishlash uchun kelayotganlar uchun bu juda muhim. 7-qadam. Ish joyingizni rasmiylashtiring. Agar siz ishchi bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor yo'qligini so'rang. Oylik qanday to'lanadi, soliq ushlanadimi, mehnat staji yuradimi, ta'til beriladimi, kasallik varaqasi tan olinadimi? Bularni aniqlang. Agar siz ish beruvchi bo'lsangiz, xodimni norasmiy ishlatish keyinchalik jarima, nizo va obro' yo'qotishiga olib kelishi mumkin. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, hukumat portali, vazirliklar soliq qo'mitasi, markaziy bank, davlat xizmatlari agentligi, oliy ta'lim muassasalari va mahalliy hokimliklarning rasmiy sahifalariga qarang. Yangilikni eshitganingiz zahoti kim aytdi deb so'rang. Agar manba rasmiy bo'lmasa, xulosa chiqarishga shoshilmang. 9-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ko'p odam huquqidan foydalanmaydi. Chunki ariza yozishga uyaladi yoki qo'rqadi. Arizada murakkab so'zlar shart emas. Ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni, nimani so'rayotganingiz, sana va imzo bo'lsa yetarli. Masalan, menga tegishli xizmat bo'yicha rad etish sababini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb yozsangiz, idora sizga aniq javob berishi kerak bo'ladi. 10-qadam, oilaviy hujjatlarni bitta joyga jamlang. Ko'p xonadonlarda hujjatlar turli joyda yotadi. Pasport bir tortmada, kadastr boshqa joyda, shartnoma kimdadir bank hujjati yo'qolgan. Favqulodda vaziyatda bu katta muammo. Har bir oila alohida papka qilishi kerak. Shaxsiy hujjatlar, mulk hujjatlari, ta'lim hujjatlari, tibbiy hujjatlar, kredit va shartnomalar, sud yoki ijro hujjatlari alohida turishi maqsadga muvofiq. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1 avgustdan bo'ladigan o'zgarishlarni faqat narx oshadimi yoki tushadimi deb qabul qilmang. Muhimroq savol shuki, sizning hujjatingiz tayyormi? Arizangizni vaqtida topshira olasizmi? Qarzingiz bormi? Tizimda ma'lumotingiz to'g'rimi? Rasmiy huquqingizni talab qila olasizmi? Chunki bugungi tartibda bilimli va tayyor odam ko'proq yutadi. Masalan, ikkita bir xil oilani olaylik. Birinchi oila yangilikni eshitadi, hujjatlarni tekshiradi, portalga kiradi, arizani oldindan topshiradi, qarzdorlikni yopadi. Ikkinchi oila esa hali vaqt bor deb yuradi. Natijada birinchi oila imtiyoz, kredit, yordam yoki xizmatdan vaqtida foydalanadi. Ikkinchi oila esa navbatda qoladi. Rad javobi oladi yoki qo'shimcha xarajat qiladi. Farq boylikda emas, tayyorgarlikda. Yana bir misol, haydovchi avtomobil sug'urtasi muddatini tekshirib qo'ydi, jarimalarni yopdi, texnik holatini ko'rdi. Yo'lda tekshiruv bo'lsa, muammo yo'q. Boshqa haydovchi esa sug'urta tugaganini bilmay yurdi. Ustiga jarima bor, avtomobil hujjatida xato bor. Birgina to'xtatishning o'zi unga bir necha soat vaqt va katta xarajatga tushadi. Shuning uchun tartibga tayyorlik bu faqat qog'ozbozlik emas. Bu pulingizni va asabingizni saqlashdir. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan boshlab o'zgarishlar hayotimizning turli sohalariga ta'sir qilishi mumkin. Ta'lim, soliq, ijtimoiy yordam, jarimalar, ijara, mehnat, elektron xizmatlar va hujjatlar. Eng to'g'ri yo'l kutib o'tirmaslik, rasmiy manbani tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish va kerakli arizalarni vaqtida topshirishdir. Men sizga vahima qilishni emas, tayyor turishni maslahat beraman. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzlaringizni aniqlang, telefon raqamingiz va elektron profilingizni tartibga soling, farzandingiz yoki ota-onangizga yordam bering. Shunda yangi tartiblar siz uchun muammo emas, aksincha qulaylik bo'lishi mumkin. Sizningcha 1 avgustdan boshlab eng ko'p qaysi sohada o'zgarish seziladi? Ta'limdami, narxlardami, jarimalardami yoki ijtimoiy yordam masalasidami? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida eshitilgan maslahat kimningdir pulini, vaqtini va huquqini saqlab qolishi mumkin.